Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Citron. Bugungi videoda ertalabdan video olishga qaror qildim. Soat 6:30 bo'libdi. Rostdan men chunki kechasi bilan deyarli uxlamadim. Uyqum bo'lmadi, telefon o'ynab yotdim. Va do'stlar, bugungi videoda sizlar bilan birlikda oldingi videoda OneBlock bo'lsa, bu safar Skyblock. Albatta o'lib qolishga harakat qilmaymiz. Yo'q, buzildi va u video deyarli o'chirib tashlagim kelyapti. Deyarli uncha yaxshi prosmotr olmadi. Shunga unda biz videoni boshladik. Agarda kanalimga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang va like bosish ham esdan chiqmasin. Agarda tayyor bo'lsangiz, men videoni boshladim. Okey, mana bu yerda sandiq bor ekan, olamiz. Non uchib ketdimi? Sal qoldi uchib ketishiga. Sal qoldi. Agarda do'stlar videolarda yana unchalik sifatsiz tovushlar chiqayotgan bo'lsa, uzr so'rayman. Sababi o'zim ham bilmayman nimaligini. Okey, mana daraxt ham chopib olyapmiz. Biz qayerga boramiz, короче? Yana to'g'riga deymi? Короче, qay bizga yaqin? Yo to'g'ri, yo mana bu tomon yaqin bizga. Okey, bilmadim qayerga borishni. Keling, muz sindirib ko'rsa bo'larmidi? Da, muz sindirib ko'rsa bo'lardi. Mana shu yerdan generator yasab ko'ramiz hozir. Короче. Faqat hozir obsidian bo'lib qolishi mumkin. 100% obsidian bo'lib qoladi. Fuck, obsidian bo'lib qoldi. Mayli do'stlar, hech nima qilmaydi. Tashvilamaymiz. Blok qo'yib, nariga joy ana bu yerga o'tib olishimiz kerak. Shu yerga ham o'taylik. Mana shu tomonga o'tib kelyapti. Agar do'stlar kanalimga yangi bo'lsangiz, albatta yana obuna bo'lishni unutmang. Okey. Agar do'stlar sizlarga shunaqa Skyblock, OneBlock kerak bo'lsa, mana ekranida chiqqan ikkita Telegram kanaldan yana o'tib yuklab olsanglar bo'ladi. Любой versiyaga bo'lsa kerak va ajoyib modlarni ham do'stlar maktab 3-qismini kutayotgan bo'lsangiz, u o'sha maktab qismida deyapman. O'sha maktabning 3-qismida haqiqiy release bilan men urishaman va sizlarga bu spoiler urishaman va u meni tasodifan o'ldirib qo'yadi bichorlab va shu bilan video tugallamaydi serial. Hali yana bor. Ssenariy ko'p. Albatta release yana qamaladi, sizlar fosh bo'ladi deb. Bugun men hozir hech qanaqa blokim yo'q, nima qilaman? Okey. DJ nima qoldi? Sal blok qazib oling. What the fuck, tushib ketmasam, yo, bitta emas. Yer ostida. Okey do'stlar. Albatta do'stlar, sizlarga kattakon rahmat. Aktiv bo'libsizlarda 300 даже 300 dan o'tib bilmay qolmanman, короче. Albatta men bundan juda ham xursand bo'ldim va mening haqiqiy obunachilarim ekanliklarini tushunib yetdim. Albatta inglizda bo'lgan ko'pincha. Okey, Minecraft'derlar. Ananga sakramasmikanmiz? Qora blok ekan, qor blok ekan. Qor demadimi?
Qor deyapman, qor. Obsidian qanday olaman endi? Qiziq. Bitta blok yetib qolsa kerak. Yo'g'iga sakrab olamiz. Yo'q, sal qoldi. Yo'g'iga sakrab olaylik. Yo, bismillah. Sakrab olmadik. What the fuck? Mayli, ishtima qilmaydi. Men kepilmetar edaman. O'tgan safarga o'xshab loymasman. Albatta, buni unutamiz va o'sha videoni qaytadan olishga harakat qilaman. Yurib ketish kerak ekan. What the hell? Nimaligini bilmadim, nimadir. Qanday Sardor? Men qanaqasi kuchli paydo bo'lganman. Mana mashta bunday bo'ladi. Просто wow. Zesun nima kerak borda? Judoni yetib qolsa kerak-a? Adashmasam. Yo, yetmaydi shu ham. Agar yetmasa lekin xafa qolaman aytib qo'y. Endi men sakra olayman u. Juda qoldi. What the fuck? Mayli, hab kepilmetariku. Die. I just died. Why? Men nimaga o'ldim o'zi? Bitta blok olaman tegi-tegini. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. O'tsak kerak. Hamma taxtamni shu yerga ishlatdim yo'l qurishga. Если что, tagida temir bor ekan. Ana ashna. What the fuck? Qanaqasiga sakrab ketib qoldim men? Mayli. Hali hayot oldinda. Endi hayot endi boshlandi. Ana. What the fuck, bled? Yanami? What the hell, do'stlar, o'lib qoldim. Qaraylamay. Jokerchasiga o'tib beraman bu yerda. Joker emas u. Nima deydi? Klounchasiga o'tib beraman. Teskari Michael Jacksonga o'tib beraman. Qaraylar, men Michael Jacksonman. Michael Jackson rasvo bo'ldi ko'taga. O'lyapman, hammaga xayr deb mazalashaman. Men o'tiryapman. Men kitobni o'qib ko'rmadi-ya. Ha, bo'ldi, tushunaman men birinchi ishga. Menga hisobotlarning kerak emas, Sky blok ekanligini tushun. Oh my Are you serious god, right now, bro? hell no, man. O'lib qolyapman men. To'q. O'lma. Come on. Kalbasa qayda? Faq do'sti ketib qoldi kalbasamiz. Qonni ochib ketdi demayman, nonim bor. Ketishyapti. Zombilar paydo bo'ladi, asab ketib yana. Ana yerda qishloq bor ekan. Oh my gosh, bro. O'lib qolyapman hadab. Bitta o'layraman, men o'zi ko'tman, nima bo'la. Deyishinglar mumkin, qanaqasiga o'ta olmaslik mumkin deyishinglar mumkin endi. Ha, bo'laveradi bizga. Nechta? Ha, video 9 minut bo'lib ketibdi. Videoni tugatmaymiz aytib qo'ya. Hozirchalik tugatmaymiz. Yaxshi. O'tib oldim. Sirasi qo'yib yubordim hozir. Xo'p, bu yerda nima bor? Mana bu. No, what the fuck, bled. Yana o'lib qoldimmi?
Dude, are you serious right now? Qani beyda bu zombi yo'q-ku men qo'rqitdi degan. Ko'tib bo'tagan demang. Sakra. Agar do'stlar menga challenge bermoqchi bo'lsangiz berib yuboring. Yo, what the fuck? Qaranglar. Xo'p, bitta blok bor ekan pastda. U salqon. What the hell? Mengacha. Xo'p, bundoq qilsak. What the hell, bro? Are you serious right now? Oh, yaxshi tushunadi. Okay, endi bundan qanday instrumentni daraxt chopib turib yasaymiz hozir. Daraxt chopamiz. Mana bu yerda portalmi? Qishloq ekan-ku, qishloqdagi uy ekan. Mana uni aytayapman. Mana uni emas. Qishloqqa borib ketishga uyga. Albatta do'stlar, bu o'sha Skylandning birinchi qismi bo'ladi. Agarda bu videoda katta aktiv ko'rsatsanglar, ikkinchi qismi tezroq chiqadi va maktab 3-qismi ham tezroq chiqib qolishi ehtimoli bor. Qanaqa fantom tushirgan o'xshayapti lekin. Ha, hech qanaqa fantom yo'q. Hoppa, bitta verstak. Okey, bitta verstak mana bu yerga qo'yamiz. Keyin bitta toshdan kirka solamiz. Sababi temir qazish uchun. Qayerdan yana zombi bolasi chiqib olmasmikin? Menga aytganda ko'mir kerak, ko'mir. Ko'mirni qandan topaman endi? Ha, yo'q, bu boshqa ekan. Ko'mir topganmidim deb o'ylayotgandim. Lekin topmagandim-ku, bilardim. Va do'stlar, biz ferma qurishimiz kerak. Mana ideya bu qornimizni to'ydirish uchun. Va ferma ham uncha shart emas endi. O'tib yuboramiz. Hech qayerdan tushyapti bu? Hop, verstakni olib juftakni rostlaymiz deydimi shunaqa? Mana bu yerga sakrab o'ta olasam obuna bo'lasizlarmi? 1, 2, 3. Albatta o'ta olmasam obuna bo'lmanglar demayman-da. Obuna bo'linglar, lekin men o'ta olmadim. Короче, men yana suvda paydo bo'ldim. What the fuck? Keling, bitta ketmay yasa olaylik. Taxtada. Mana bu yerdek tayyor ketma. Ketmanimiz bor. Tayyor. Uroq eshib qo'ydim men. O'sishni boshlaydi. Okey. Matega bo'ladi bu, ketmon emas. Ana zombilar inasini yepsin demayman-da, bilahat. Yana bundan asablanmay qo'yaramiz. Odatiy holat. Xo'sh do'stlar, video 14 minut qolibdi shunga. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan men Citron bo'ldim va agar ikkinchi qism tezroq chiqishini xohlasangiz obuna bo'ling va like bosing, hamda kommentariy yozib qoldiring. Albatta aytganimdek tezroq aktiv ko'rsatsangiz 10 ta like chiqsa yig'ilsa albatta keyingi qism chiqadi. Unda hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan men Citron bo'ldim.